Nozik keldim. Meni xotinimning qo'li singan. Ovqat qilmaydi. Men esa doimgidek oyimga ketaman. U bo'lsa oyisinikiga. Afzal pulni qayerdan oldi? Siz taniydigan g'aybillar bor-ku, o'sha beribdi. Uni shunaqa katta puli bor ekanmi? Dildor, erini qaytarish uchun Saiddan foydalanishing yaxshi emas. Bu gunoh. Hech bir o'zim qolib ketaman deb o'ylamagan ekanman. Buni ko'rgandan keyin Afzal kechasi bilan uxla olmay chiqadi. Hech qanaqa uyqudori ham ta'sir qilmaydi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Anu ilonchang. Hech Oyjonni borib ko'rib kelay deydimi? Endi asosan onasinikiga ketadi. Kun bo'yi onasini uyda o'tiradimi? Kechki payt qaytib keladi. Qoyil. Hozirgi kelinlarga massa. Endi yaxshi-da oyi baribir. Onasinikiga boradi. Xohlagan narsasini kiyib yuradi. Xohlagancha ovqat yeydi. Oyisi nima desa pishirib beradi. Buni qara-ya. Biz nima qildik? A? Biz nima? U bu narsa yegani qo'ymadikmi? Yoki yegani qo'ymadikmi? Tinchini buzdikmi? Bilmadim oyi, bilmadim. O'zi bilasiz. Pishir kuydirga yo'q. Ovqat qilishni ham bilmaydi. Mayli. Bir kun ovqat qilishni ham o'rganar. Gapirganim bilan baribir yoqmayman-u. Sen ham ovqatingni yeb o'yinda. Uyingga bora qol. Ertaga sal vaqtliroq kelsang, narsalarni joylashtirishga yordam berasan. Xo'p, ovqatni yeb oling. Tinchlikmi o'zi? Ish qilib, dadam bilan urush qilmayapsizlarmi? Hozircha hamma yoq tinch. Bag'dodda hamma yoq tinch deydi-yu. Vaqtimiz bo'lmayapti urush qilgani. Vaqtinglar bo'lsa urush qilasizlarmi? Bolam. Ana firmadagi ishinglar nima bo'lyapti? Ancha yaxshi, tiklanyapti. Endi sekin-sekin qoplangan zararni to'ldiryapmiz. Yaxshi. Dadamga ham oson emas. Ol, ye. Jonim bolam. Doim och keladi. Anu iloncha ovqat qilmagandan keyin nima qilsin? Ering kelganmi? Yo'q, menimcha hali kelmaganlar. Shunaqa kech keladimi? Uylariga o'tadilar. Onalari kech qo'yiveradilar. Yarim kechasi keladilar. Bu qanaqa hayot bo'ldi? Sen o'zingning uyingda, u o'zini uyda o'tirsa, yarim kechasi ko'rishsalaring. Mayli. Hech bo'lmasa qaynonamdan alohida yashayapman-ku, shunisiga shukr. Homilador xotinni yolg'iz tashlab ketib bo'lmaydi. Dada, foydasi yo'q. U xotin o'g'lini olib o'tiraveradi. Qaynonangni uyiga olib borib qo'yaymi? Yo'q, dada. Ering bilan birga kelasan. O'sha xotinni ko'rsam, tepa sochim tikka bo'ladi. Undan ko'ra uyda o'tirganim yaxshi. Bir o'zingni uyga qanaqa tashlab ketaman? Biznikiga kirib turing, Farhod akam kelganlarida ketaverasiz. Bo'lmaydi, qizim, uyat bo'ladi. Mana shu yerda kutib o'tiramiz. Farhod kelib qolar,
Jonim. Mana hamma narsangiz tayyor. Dorilaringiz ham. Choyingizni ichib, dorilaringizni ichib dam oling. Sizchi? Bo'yim, kelishdik-ku. Esingizdan chiqdimi? Esimda. Hammasi esimda. Boring, yaxshidan boring. Rahmat. Agar maziz bo'lmasa, eshikni taqirlatarsiz. Yaxshi. Xudoga shukr, qutuldim. Lekin bu chol uzoqqa bormasligi aniq. Butun mol-mulkni o'zimniki qilish uchun hali beri ketmasligim kerak. Ungacha yolg'onlarim fosh bo'lib qolsa-chi? Bilib qolsa nima bo'ladi? Demak, doim chemodanim tayyor turishi kerak. Bu xonaga qulf kalit qildirishim kerak. Bonu, Labbay. birinchi oqini ichaymi yo qizili nima? Voy, farqi yo'q. Ha, bo'pti, xo'p. Rahmat Bonu. Yaxshidan bo'ling. Kim bo'ldi ekan? Labbay. Qizim, qaynanangdan arazlab kelganingda seni yoningni oldim. Qaynatang tilla odam ekan. Gapimni qilmadi. Mana alohida yashayapsan. Lekin endi sen ham harakat qilishing kerak. Uyda ovqat qilishni o'rgan. Ering kelishiga biror nima tayyorlab qo'y. Erkak kishiga ham oson emas. Oilamni boqaman deb uyga ming xayolda keladi. Shunda uni ko'nglini ko'tarish kerak. Shirin ovqatlar bilan xursand qilish kerak. Xo'p, dada. Hali kuyovingiz maosh olmadilar-da. Kuyovim hali maosh olmagan bo'lsa, mana men senga nima kerak bo'lsa yetkazaman. Oyini birlikda yaxshi ovqatlardan o'rgan. Erkak kishini yuragiga yo'l oshqozon orqali o'tiladi. Shunaqa zo'r narsalar pishirib, qaynanangni bir hayron qoldirgan. Seni tarbiyasiz deganiga uyalib qolsin. Har bir ota-ona farzandini ortidan rahmat eshitish uchun ulg'aytiradi. Endi bu yoqqa sen ham bizga rahmat opke qizim. Xo'p, dada. Hozir uyingda ro'zg'or bormi? Qani, yur unda. Bu ana do'kondan u narsa olamiz. Yur. Xo'p. Ой. Bo'ldimi? Tayyormisan? Ну что, Ha, поехали? ketdikmi? Ketdik. А кто-нибудь Kimdir bizni будет uyimizga за дом qarab turadimi? присматривать? Ha, qo'shnidan iltimos qildim. U qarab turadi. А Agar если Qodir Qodir meni будет izlab искать kelsa-chi? меня? Agar u seni haqiqatdan sevsa, u seni albatta qidirib topadi. Agar oyisining gapiga quloq tutsa,
unda sendan yuz o'giradi. Balki mashina chaqirarmiz. Mashina allaqachon bizni kutyapti. Qani, ketdik. Men Sergeydan iltimos qilganman. U bizni olib borib qo'yadi. Qani, kel. Men senga yordam beraman. Yo'q, o'zim. Bera qol. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, tinchlikmi? Buni otaxonga berib qo'yish kerak. Kirsam bo'ladimi? Uxlab qolmadilarmi? Yo'q. Dadam kechasi uxlamaslikka o'rganib qolganlar. Keling. Dildora. Ertaga sizni ishga olib borib qo'ysam bo'ladimi? Nimaga endi meni ishxonaga borib qo'ymoqchisiz? O'zi gaplashib ketardik. Meni gaplashadigan gapim yo'q. Meniki esa bor. Ichim to'lib ketgan. Kim bilandir dardlashmasam bo'lmaydi. Unda psixologga boring. Soatiga pul to'lasangiz, hamma dardingizni eshitishadi. Ularga ishonmayman. Meni hayotimni buzgan ham o'sha psixologlar bo'ladi. Yaxshimisan? Kel. Turqiy qursa seni. Dab bo'la. Siz ham ovora qilib qo'ydimi, dada? Yo'q, nimaga ovora qilasan, qizim? Farhod aka. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Farhodjon. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Mana buni oling. Rahmat. Ovora bo'psiz-da. Yo'q, ovorasi yo'q. Yuring, ichkari kiraylik. Yo'q, rahmat, boshqa gal. O'zi ancha oldin kelgandik. Nimaga uyga olib kirmading? Nozimani bir o'zini uyga tashlab keta olmadim. Shunga sizni ko'chada poylab do'kon aylandik. Dadam bilan oyim yangi uyga ko'chishyapti. Shuning uchun ishdan keyin borib ozgina qarashib keldim. Oyimni bir o'zlari qiynalib qoldilar. Ertaga Nozimani ham olib boring. Borib qarasin. Bir o'zi uyda qolmasin. Xo'p, to'g'ri aytasiz. Yaxshi bo'lardi. Nozima ertaga Farhodjon bilan birga borgin, xo'pmi? Odam mehnatdan qochmasligi kerak. Xo'p, dada. Qizimni yolg'iz qoldirmang. O'zingiz ko'z quloq bo'ling, xo'p? Xo'p bo'ladi. Mayli. Yaxshi dam olinglar. Kirsangiz bo'lardi, choy-poy qilardik. Mayli, boshqa safar. Qizim, akalarim esingdan chiqmasin, xo'p? Xo'p, dada. Mayli dada. Sog' bo'linglar. Xo'p dada, sog' bo'ling. Sekiroq yuring. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Farhod aka? Ikki kunlik foyda. Sanalganmi? Sanadim. Lekin ochib bir qarab ko'rasiz o'zingiz ham. Men senga ishonaman. Aka, sizni yoningizga bir iltimos bilan kelgandim.
Qanaqa iltimos ekan? Dildorani eri jahl ustida javobini berib yuboribdi deb eshitdim. Agar shunaqa bo'lsa, uni menga bering. Esi joyidami buni? To'satdan bunaqa gaplarni gapirishini qara. Tushunmadim, Said. Hazillashma. Hazillashmayapman, aka. Dildora menga bering. Ikkinchi bu gapingizni og'zingizga olmang. Meni erim jahl bilan javobimni bergan bo'lsa ham hali zaksimiz bor. Zaksdan baribir bir kun ajrashasizlar-ku. Chunki xotin qilishni istamasa, zo'rlab yasholmaysiz-ku u bilan. Dada, bu nima deyapti? Sen erkaklarning gapiga aralashma. Nimaga aralashmas ekanman? Bor xonangga chiq. Qayoqdan paydo bo'lib qoldi bu endi? Turmush quramanmish. Oilang bilan yarash. Xotiningni oldiga bor. Said, sen shoshma bolam. Bu ikkalasi munosabatini hal qilsin. Keyin o'ylab ko'ramiz. Aka bilasiz, men Dildorani yoshligidan beri yoqtiraman. 10 yil avval sovchi qo'yganimda ham menga bermagansiz. O'sha pas sevaman deb turib olgandida. O'sha paytda o'sha afzalga uzatmasam bo'lar ekan. Mana taqdir bizni yana uchrashtirdi. Endi yo'q demi? Shoshilma. Hali vaqt bor. Qizim o'ziga kelsin. U hali ham erini umid bilan kutib o'tiribdi. Mayli, yana kutsin. Lekin qachon ishonchi yer bilan bitta bo'lganda, o'shanda so'rasa ham bo'ladi. Ko'zlari ham katta ochiladi. Farhod aka, nima bo'ldi? Dadangga uyimni ro'zg'ori yo'q deb chaqib berdingmi? Yo'q, chaqqanim yo'q. O'zlari eringi shirin-shirin ovqat qilib berasan deb olib kelib berdilar. Ha yo'q, buni qara-ya. Nima men seni bilmaymanmi? Farhod akam hali maosh olmaganlar deb bahona qilding, to'g'rimi? Ha, xo'p, nima qildi aytsam? Begonaga aytganim yo'q-u, o'zimni dadam bo'lsa. Nozik, senda ozgina bo'lsa ham uyat bormi? Nimaga uyalishim kerak? Alohida ro'zg'or bo'lsa, nima qilib yordam bersalar? Meni nimadirlar yegim keladi. Shuning uchun har kun uyingga ketayotgan ekansan-da. To'g'risini aytaymi? Ha, shunaqa. Siz muzlatgichni to'ldirib bersangiz, men hech qayerga ketmayman. Ha, shunga sabr qilib tursang. Ertaga oylagim chiqsa, olib kelib beraman-ku sen xohlayotgan narsalarni.
Maosh olganingizda biz ham onam uylariga bozorlik qilib boramiz. O'shanda bir bo'ladi. Vijdoningiz ham qiynalmaydi. Maqsading bir qilishma. Yaxshi. Siz so'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Iltimos keyin so'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Iltimos keyinroq Ha bolam? Niye keyfiyetin yok? Tinchlikmi mi? Qani, surulchi? Zarina menga boshqa telefon qilma deb SMS yuboribdi. Endi bitta do'st topdim deganimda, u ham yuzini o'girib ketdi. Nimaga yuz o'giradi? Ishdan haydasharmish. Sababini aytibdi-ku. Bu degan damin ol degani. Doda tushunmadingizmi? Sen xafa bo'lma. Bir chorasi topiladi. Bironta boshqa do'st toparsan. Kerak emas menga boshqa do'st. Hey, to'xta. Ishqim jahl ustidan uni ichi borma. Xudoyim. Bu bolaga ishonch yo'q. Buni yolg'iz qo'yib bo'lmaydi. Yana eski holiga qaytishi mumkin. Qani, o'sha Zarinasi bilan borib o'zim gaplashib ko'raychi. Ha o'g'lim. Nimaga zaqqa o'tirib olding? Ha? Voy. Bitta esimizga shunchami? Arazmi? Bormayman o'qishga. O'qimayman. Bekorlarni 5tasini aytibsan. Nima endi bitta qizni deb butun orzularingdan voz kechasanmi? Kerak emas menga. Bolalar ayolsiz ham yashashyapti. Bir tiyin hammasi. Bo'lmagan gap. O'g'lim, axir o'zing orzu qilgan institutga kira olmaysan. Doda, o'qituvchi bilan gaplashish ham gunohmi? Yo'q, o'g'lim, unaqa emas. Lekin masofani ushlash kerak. Buni o'ylama. Yur, ko'chalarni aylanib kelamiz. Siz bilan chiqmayman. O'rtog'ingiz ko'rib qolsangiz 2 soat gaplashib o'tirasizlar. Mayli. Siqilma o'g'lim. Bir yechimini topamiz. Bo'ptimi? Bola yolg'iz qolish kerak emas. Gaplashib turasizmi u bilan? Doktor, tushuning, men har kun gaplashaman. U bilan suhbatlashaman, maslahatlashaman. Ota-onasi, aka-ukalari bormi? Bor.
bor, onasi bor. Lekin onasini boshqa turmushi bor. O'gay aka-ukalar unchalik xushlamaydi. Otasini, doktor, sizga tushuntiryapman-ku. Otasini boshqa oilasi bor. Otasi bilan ham sirlashishni xohlamaydi. Bunaqa vaziyatda uni yonida kim bo'lsa, o'sha yordam berish kerak. Bola bo'sh qolish kerak emas. Har doim uni yonida kimdir bo'lish kerak. Xo'p. Chalg'itish va xumor qilishni o'rnini bosadigan mashg'ulotlar kerak. Hozir uni yonida kimdir bormi? Hozir uni ota-onasi ham, do'sti ham, qarindoshi ham hammasi o'zimman. Faqat men bilan maslahatlashadi. Qo'shnimizda ot bor, ana shu otni minadi, shu bilan chalg'ib yuradi. Bolada bog'lanib qolish instinkti bor. Alkogolga yoki narkotikka bog'lanib qolganlar ham xuddi shunday bo'ladi. Ha. Yolg'iz o'zini his qilishni boshladimi? Tamom, bo'ldi. Yana narkotikaga qaytishni boshlaydi. Gaplaringiz to'g'ri. Xuddi siz aytgandek qilaman. Qo'ng'iroqlashib turaylik-da, xo'pmi? Xo'p. Bo'ldi. Rahmat sizga. Endi do'st topdim deganda bu mashmashali chiqib turganini qara. Dada, buningiz esi joyidami? Joyida. Menimcha tomi ketgan. Dabdurustdan gapirishini qarang buni. Qizim, Said shartdagi yigit. Nimani o'ylasa shuni gapiradi. Sen eringga o'xshab pismayib yurmaydi. Haqiqiy mard yigit. Xo'p, nimani o'ylasa shuni gapirish kerak deganim emas-ku, dada. Oldi orqasiga qarab gapirmaydimi? Tentakmi bu, dada? U seni ering tentak. O'zicha meni oyoq osti qilmoqchi bo'ldi-da. Men unga ko'rsatib qo'yaman hali. Dada, ish qilib, meni qurbon qilib, o'zingizni olmang. Men erkak kishiman. Hech kimga o'zimni ham, seni ham xorlatib qo'ymayman. Dada, bo'ldi. Meni bu ishlarga aralashtirmang, iltimos. Bolalarim bor axir, dada. Shuning uchun ham indamayman, qizim. Bo'lmasam hozir eringni janozasida o'tirgan bo'larding. Dada, Saidiz boshqa, ko'zimga ko'rinmasin. Ko'rinadi. U meni yordamchim. Aytganimni qiladi. Kim? Voy. Voy xudoyim. Assalomu alaykum. Nodirmisan, qodirmisan? Aylanib keting. Keldingmi? Voy, salomon keldingmi? Yaxshi o'tiribsizmi, oyi? Rahmat, o'zing yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Qani endi Nodir akangam kelsa-ya. Lena chiqmadimi hali? Nimaga chiqish kerak? Ha, endi necha kun o'tib ketdi. Balki fikridan qaytib qolgandir. U fikrdan qaytsa ham, men fikrimdan qaytmayman. Bugundan boshlab chiqmaydi u. Nimaga unaqa deyapsiz? Ko'chib ketdi. Onasi bilan birga ketdi. Tamam. Narsalarni yig'ishtirib mashinaga ortganini o'zim ko'rdim. Qayoqqa ketadi? Menga ne aytmadi bo'lmasam?
Ha? Menga aytdim bo'lmasam. Qayoqqa? Chiqib ko'ring, balki qaytib kelgandir. Qaytmaydi. Chiqma. Qarab turibman. Hech kim kelgani yo'q. Eshik quplab ketgan. Ey! Xudoyim, Xudoyim. Hammasi o'zini bilgandan qolmaydi. Xudoyim, onamga-da biron narsa olib kelmagandir. O'ziga kerak narsalar. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshi keldingmi? Ha, ertalabdan hech bunaqa voqli chiqmasding. O'zimga qaramasam bo'lmayapti. Semirib ketibman. 2 kiloga. Voy, dahshat. 2 kilomi? Cholim 1 yilga abonement olib berdi. Xohlagan paytimda xohlagan zalimga kelib shug'ullanishim mumkin. Buncha zo'r? Menga qara. Erini akasimi, ukasimi yo'qmi, a? O'rtog'i bor. Beva, tanishtirib qo'yaymi? Puli bormi ish qilib? Yo'q, lekin sodda, yaxshi odam. Xizmatingni qilib yuradi. Shart emas. Puli bo'lmasa boshib yuraman buni. O'zing ham ertalabdan kelib qopsan. Qomatimga qaramasam, eri yo'q. Gap qomatda emas, o'rtoq, gap ayollik jozibasida. Menda hammasi bor. Faqat er yo'q. Tuzukroq uchramayapti. Senikidekasini topolmayman. Topilib qolar. Menga qara. Shu meni ham ishga olsang-chi? Ha? Birga mazza qilib ishlab yurardik, ha? Hozircha xodimlar yetarli-da, o'rtoq. Bo'sh joy chiqsa xabar beraman. Shunaqa qilgin. Uyda zerikib ketyapman. Ishga kirmasam bo'lmaydi. O'zi qo'lingdan nima keladi? Voy. Choy damlash bilan kofe keladi qo'limdan. Xo'p, kelishdik. Bo'pti, u yoqda shug'ullanaman, xo'p? Sog' bo'ling. Ha? Assalomu alaykum. Bor ekanmi? Onani gapiga ishonmasdan chiqib keting-a. Ha? Topdingmi? Rostdan ketib qolishibdi. Menga ishonmaganding. Kim etdi? Qo'shnisi. Ha? Bo'ldi. Sendan kechib ketibdi. Telefon qilsam o'chirilgan beryapti. SMSlarga ham javob bergani yo'q. Bermaydi-da. Tashlab ketdi, bo'ldi, tamom. Xatga ketgan bo'lishi mumkin-a? Qutilganiga shukr qilmaysanmi? Lena homilador bo'lsa, bola bilan qiynalib qolmaydimi? Qiynalmaydi. Onasi bor yonida. O'rislarda shu. Bitta bolali bo'lgandan-ku shunaqa qochadi yerdan. Xizmat qilarmidi? Ona bola amallaydi. Senga og'irligi tushmasin. Osongina voz kechib ketish g'alati emasmi? Nimasi g'alati? Biz unga to'g'ri kelmadik. U bizga to'g'ri kelmadi. Mana endi ketganini bahona qilib, o'zimga yoqqan qizni kelin qilaman. Ha? Akamga ham shunaqa qilgansiz. Nima bo'ldi endi? Hey. O'chir ovozingni, akang bilan tenglashtirma o'zingni. Rostdan-da, oyi. Nima xohlaysiz o'zi? Baxtsiz bo'lishimni xohlaysizmi? Boshingga urasanmi o'rsvachani?
Boshqasiga uylantirib qo'yaman deyapman-ku. Ilohim ilovonda qaytib kelmasin, dab bo'lsin o'sha olada. Unaqa demang. Mashinadan qutulganimdan keyin bitta xudoya qilib yuboraman. Palakatimiz arigan rost bo'lsin. Unaqa demang, oyi. Nima dey? Unaqa demang. Tavba. Hali ham qo'yimni uzolmaydi. Xudoga shukr. Xudoga shukr, dab bo'lsin, dab bo'lsin, dab bo'lsin. Dab bo'lsin. Yana aytaman. Dab bo'lsin. Kiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Kompaniyamizni malikasi tashib buyurdilar. Qani marhamat. Marhamat, to'rga chiqing. Xo'sh. Dadangiz yaxshimilar? Hamma yaxshi, rahmat. Birinchi ish kuni qalay o'tdi? Bo'ladi. Lekin bu yerda ishlash rosa zerikarli ekan. Nima? Siz o'yin kulgi bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, unaqa emas. Bilmadim. Ko'ramiz necha kun chidarkanman. Lekin boshqacharoq ish kutgandim o'zi. Mayli. Xodimlarga aytib qo'yaman. Sizni aslo zeriktirishmaydi. Yo'q, shart emas, rahmat. Kechagi taklifimni o'ylab ko'rdingizmi? Qanaqa taklif edi? Nima? Birpasda esingizdan chiqardingizmi? Qanaqa taklif ekan? Keling, Bonu. Men ham bilsam bo'ladimi? Ha, tanishtirib qo'yay. Bu kishim Nazokat Botirovna. Mening o'ng qo'lim va hayotdagi juft halolim bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taniyman. Xullas, Nazokat Bonu, biz kelishib Dildoraxonni kompaniyamiz yulduzi qilmoqchimiz. Hamma reklamalar bannerlarda mana shu qizimizni suratlari turadi. Xo'sh, shunga nima deysiz? Kim bilan kelishganinglarni bilsam bo'ladimi? PR guruhi bilan. Nima uchun aynan bularni tanladingiz? Boshqa modellar ham bor-ku. Men shu qarorga keldim. Sizga alohida o'zim keyinroq tushuntirib beraman. Xo'sh, Dildoraxon, rozimisiz? Sodiq Turg'unovich. Labbay. Kecha bu taklifingizni berganingizda qabul qilmayman deb turgandim. Ammo bugun o'ylab ko'rdim va bir qarorga keldim. Xo'sh. Men roziman.
kompaniyani yuzi bo'laman. Bo'ldi. Siz bilan bu sohada alohida kontrakt tuzishadi. Ha, tushdan keyin fotosessiya bo'ladi. Sizdan chiqarib qo'ymayapmi? Yaxshi, men kutaman. Bo'ldi. Keling, kela qoling. Voy, yaxshi o'tiribsizmi, opa? Ha, yaxshi. Keling. Qani, o'tiring. Ya, bismillah. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Hammani bolasi baxtli bo'lsin. Amin, Alloh. Amin. Choy ichgansizmi yo bu narsa olaymi? Yo'q, hech narsa kerak emas, Hech narsa o'tiring. kerak emasmi? Choy ichasizmi? Mana. Opa, Qodir qaytibdi deb eshitdim. Tavba. Ketganni qayoqdan biluvdingiz? Voy, o'tgan safar o'zingiz aytdingiz-ku, Qodir ketdi deb. Men aytdimmi sizga? Ha? Menga qarang. Shu bu uyda bo'layotgan voqealarni shu valiga yetkazmayapsizmi? Voy. Tavba qildim deng, opa, boshqa qiladigan ishim yo'qmi, opa? Tez qandoq bo'lib qoldingiz dedi so'yiga. Zerikkanimdan chiqyapman, opa. Ha, mayli, men ham zerikayotgandim. Shu qarindosh urug'laringiz ichida tuzukroq qiz bormi? Nimaga, opa? Nimaga bo'lardi? Qodirga? Qodir xotini bor-ku. Voy, shu ham xotinmi? Voy, tavba. Lena qo'lida bolasi bilan kelib qolsa nima qilasiz? Jo, yaxshi bo'ladi-da. Uylaganini ko'rib orqasiga qarab ketadi bolasini ko'tarib. Voy. Tavba. Ha, mayli, sizlar urug'da doimiy qo'ya qoling. Sizlar urug'da olsam, u ham sizga o'xshagan shpion bo'lsa, uni gapini bunga, buni gapini bunga gapirib yuradi. Voy, opa, ko'ngliga tegadi ham demaysiz. Meni bilasiz, shaqqa yuziga gapiraman. Orqadan gapirib yurmayman. Qachon gapiribman sizni? 2 safardan beri aytasiz shu gapni, opa. Biz ham bilib yuribmiz, eshitib yuribmiz siz nima ishlar qilib yurganingizni. Nima qilibman men? Ha? Nima qilibman? Gapiring. Ha, endi aytaman-da, opa. O'zingiz bilasiz-ku. Ha, aytaman-da. Gap yo'q. Isbotingiz yo'q. Sodiq Turg'unovich, nimaga aynan bu qizni chiqaryapsiz? Men tushunmayapman. Atrofda shuncha chiroyli qizlar bor. Ko'rdingizmi? E'tibor berdingizmi? Alvastiga o'xshaydi. Banu. To'g'risini ayting, Banu. Rashk qilyapsiz-a? Tavba. Men sizni? Ha? Shunday yuzingizdan bilinib turibdi. Sodiq Turg'unovich, o'ziga nisbatan bahosi past ayollar erlarini rashk qiladilar. Meni bahoyim esa judayam baland. Kelib Afzal ko'chaga haydab borgan qizni sizdan rashk qilamanmi? Bo'lmasa, nima uchun uni yoqtirmadingiz? Ha? Bizni kompaniyamiz katta kompaniya. Uni yuzi
Bizni obro'yimizga to'g'ri kelmaydi. Bu taktika xonim. Xotinini kompaniyani yuzi qilib, Afzalga 3-zarbani beramiz. Bu zarbadan keyin u nokaut bo'lishi aniq. Tushuntira oldimmi? Nimaga siz doim qasd olishni, o'tib ketgan narsalarni o'ylaysiz? Mening dardu hayolim shunda. Men o'z fikrimni aytdim xolos. Bir marta chiqarasiz, keyingilarida men chiqaman. Men kompaniyani yuzi bo'lishim kerak. Yoki arzimaymanmi? Arziysiz. Bundan ko'piga ham arziysiz, Bonu. Bu kompaniya sizniki. Baraka topkur. O'sha qo'shnilar bilan ham urushib yurmagin. Hali ko'chmasdan oldin domdan ko'chib ketmaylik. Harakat qilaman. U uchun uyda o'tirmasligim kerak. Ha, ketavering. Har doim ketgansiz-ku. Kecha dadajoning Nozmani uyga borib keling deganlari esingdami? Ishqilib? Esimda yo'q. Qachon shunaqa dedilar? Hasad va ko'z tuyani qozonga, odamni qabrga tiqadi. Bugun ko'pchilikning turmushi mana shu ko'z va hasadning orqasidan buzilib ketyapti. Jizda rosa meni qarg'ayapsiz, a? Voy, qayerdan bildingiz? Qarashlaringizdan. Buni qarang-a, berkit olmayman-da. Kimnidir yoqtirmasam, darrov sezdirib qo'yaman. Shunaqa qilib. Sizlar xotinlar erkaklarning pulini so'rishni yaxshi ko'rasizlar-da, to'g'rimi? Voy. O'sha pulni nima qilasiz? Menga ishlatmasangiz, odamzoddan hamma narsa qolib ketadi. Bu dunyoda yashab qolish kerak, boyim.